Ana shu pistani mana ekkanimizga hozir mo'ljalimda bir 10 yil bo'lib qoldi. Mana shu yil mana joyda mana bir 10 donacha qildi. Mana shu pista. Shu 10 yil oldin bir dona ko'chatdan olib kelib qo'ygandik. Mana 1 yil. Shu yil mana Xudo xohlasa mevaga kirishni boshladi. Bu yil mana shu birinchi yil meva qilishi mana. Birinchi yil meva qilishi. Ama ko'chat bir dona xolos. Buni endi bilganlar shundan qalamcha qilib eksa nima deysizlar? Bu chiqarmikin, ko'kararmikin bu qalamcha qilsa? Nima deysizlar bilganlar bir kommentariyaga yozaveringlar-chi.